O'zbekistonda yangilik qaralar yonishi do'stlar. Voy, yomon yon. Do'stlar, endi-chi do'stlar, bizga gaz kerak emas do'stlar. Gazni unutinglar, limit boshlanglar ortmaydi do'stlar. Eng asosiysi qishda uyimiz issiq bo'ladi, gaz bo'lmasa ham do'stlar. Maza qiladi. Texnologiyani qarang do'stlar mana. To'g'ri. Mana shu har bitta teshigi do'stlar bizlarning uyimizni isitishiga sababchi bo'ladigan. Qalinligi 1 sm qilishgan do'stlar. Sizlardan do'stlar, mana shunaqa uyda isitish texnologiyalarini ko'rsatyapmiz. Bitta like qo'yib, Oybek malades deb kommentariy yozib qo'yinglar. Endi to'g'risini aytsam, hozir yolg'on bo'lmasa, bu moni yoqdi-ya, yana u haqiqatda bu qanday yonar ekan deb o'ylamanglar. Prosta galerkaga qo'yib, sizlarga yonish quvvatini ko'rsatib berdim. Haqiqatdan ham issiq bo'lib, gaz paz degan problemani, bu texnologiyani har bittasi xudo xolasa o'zimizda qilinyapti. Eng asosiysi hozir mana uyda isish bo'yicha Faxriddin akamdan o'zini olaman. Faxriddin aka-da aka. Assalomu alaykum. To'g'ri aytdingizmi? To'g'ri Faxriddin. Faxriddin akam do'stlar. Eng qiziq tomoni bor. Faxriddin akam o'zlari ko'mir sotadilar. Ko'mirda qanaqasi qanaqa zo'r yonishini hammasini cho'tki o'zlari biladi. Necha yil tajribasi bor aka? 10 yillik tajribamiz bor. 10 yillik tajriba bor do'stlar. Do'stlar mana eng qiziq tomoni yana bitta yangilik ko'rsatib operator. Buni ko'ryapsizlar, mana. Bu tomonda teshik bor. Mana bu tomonda teshik bor. Ba'da ham trubasi bor. Keyin bu tomonda ham bor. Operator bu tomondan ko'rsating. Luboy tomonga bunkerni qo'yasiz. Kerak bo'lsa suvni ikki tomondan ikkita uyda isitsa ham bo'lar ekan-a? Bo'laveradi. Soch otaxonni ham alohida, onaxonni ham alohida qilib. O'sha ikki tomonlama qilishga sharoit yaratib qo'ydik. Ikki tomonga sharoit qo'ydik. Bitta truba, ikkoviga ikkitadan truba olsa bo'laveradimi? Bo'laveradi aka, ikkalasiga. Do'stlar, super ekonomik katorlar. Aqlli miyasi bor do'stlar. Kerak bo'lsa bitta UPS ham qo'yib olsa bo'ladi. Motori do'stlar mana ko'ryapsizlarmi? Zavodskoy aynan shuni o'zi uchun, temir tushib ketdi. Yo'qolib qolmasini. Aynan shuning uchun qilingan nimasi do'stlar? Motorlar. Faxriddin aka, eng kichkinasi necha kilovat aka buni? Mana unisimi endi? Eng kichkinasi o'sha 15 kilovatlik aka. 15 kilovat. Bu ham ana shu aqlli miyali bilan hamma yo'q bilan bor-a bunda? Bor aka, hamma miyalarimiz bor. Wi-Fi'limi, Wi-Fi'sizmi, qaysidan deysiz qilib berishamiz aka. Uyda yotib olib ham boshqaraveradi. Boshqarsa bo'ladi. Unaqa miyalarimiz ham bor. Bu degani uyda yotib olib boshqaradi degani Nobodi erkak kishi, endi erkak kishi biz rizqimizni ko'chada yig'ib yuramiz. Mana ham do'stlar, mana hozir biz ham o'zimiz shu kecha Xitoyda edik. Bugun mana bu oydamiz. Ertaga Samarqandga ketyapmiz. Xudo xolasa, Alloh nasib aylagan bo'lsa. Ya'ni ayollar sop qo'ysa, qolganini telefonda erkak boshqarib ketaveradi. Yer yuzida bo'lsa bo'ldi aka, Wi-Fi bor, internet bor joyda bo'lsa bo'ldi. Internet bor joyda bo'lsa bo'ldi. Do'stlar, qaranglar, zo'r tomon do'stlar. Buni nimasi yaxshi tomoni ekani, hali uyda katolga erkak kishi qaraydi. Bunda ayol kishi mashinga shu sop qo'ysa bo'ldi ichiga. To'g'rimi? Ko'mirni sop qo'ysa bo'ldi. Boshqa hech qanday problemasi yo'q. Yo'q aka, sop qo'ysa bo'ldi. Nobodi qatib qolgan bo'lsa, bir ikki marta kalt edi, urib beradi. Bo'ldi. Qolganini erkak kishi o'zi uyda temperaturasi issiq, sovuq, kunduzi issiq bo'lsa pasaytirib beradi, kunduzi sovuq bo'lsa nima qilib beradi. Shunaqa. Wi-Fi'li miyamiz aka, shunaqa noch rejimi bor. Ha, mana unda. Kunduzgi, bu nomlarni ham o'zbekcha qilib qo'yibsizlar, ha, o'zbekchaga o'sha Xitoydan zakaz qilib chaqirtirdik. 2 xil rejimda ishlaydi. Kunduzgi, kechki rejimga o'tkazsa bo'ladi aka. Mashalloh, bag'i ham o'ylab topishdi. O'shaga sal ishlov berdik nimasiga. Bu degani xalq oz qiynalmasin deyapmiz aka. Kunduzi rasxod kamaytiradi. Kechqurun endi sovuq bo'lganligi uchun nima qilaveradi? Qilaveradi aka. Shunaqa rejimlari bor. Xo'p, endi aka bittasini obzor qilib bersa, bu qanaqa nimasi ichi aka buni? Ichini ham ko'rib, listlari nechalik aka buni? To'rlik aka. To'rlik list. Mana do'stlar. Buni tozalaydigani bo'lsa kerak-a bu? Yo'q, bu zaslovkasi aka, havoni issiq olib qolish uchun mo'ljallangan narsalar. Ha, ya'ni maksimalni havoda issiqlab ushlab turish uchun do'stlar. Do'stlar, bular o'zlari ishlab chiqarishadi. Mana olib sotishibdi. Sexni ko'rsatdim mana. Bu yerda yangi listlar turibdi do'stlar. Yangi mana lazer qo'yishgan o'zlar do'stlar. Listdagi mana shu yerda 5 ta 6 ta svarchi akalarimiz bor. Hozir obed qilishayotgan paytda biz bemalol xotirjam syomka qilib olyapmiz. Bo'lmasa bitta dang'ir-dung'irda turib bo'lmaydi. Xo'p, aka, eng kichkinasi 150 kilovatlik. 150. Eng kattasi nechalik aka? Hozir nalichida 500 ga bir bor, 50 kvadratka. 500 500 kvadrat metrga deganimi bu? Ha, 500 kvadratga yetadigan nalichida bor aka. Bundan kattasini hali faqat o'sha nima bog'cha maktablarga so'rashlagani uchun so'rashda tayyorlab beryapmiz aka ularni. Xonadonlarga aka bopi shu nimasi? Ya'ni 150 kvadratdan boshlanadi. 150 kvadrat nechta xona ketadi aka? 6 xonani istadi aka, xohlasa. 5 xona, 6 xonani istadi.
5 ta 6 xonani 150 kadar istaydigan olib qolsak, rasxotini bilmadingizmi aka? Rasxot aka eng nimasi o'sha 45 kilogacha yoqdi. Minimal sovuqlarda. Minimal sovuqda 45 kilogacha yoqdi. Bu yil hozir garelkaga o'zgarish kirgizdik aka. Ilgari ko'rgan bo'lsangiz faqat bitta nimadan olov chiqardi xolos. Hozir yoqyapmiz. Bu даже mashtkada olovni chiqarib beryapti. Garelkaga ham bog'laganda bu. Ha, garelka hozir yonganda to'rovni yoqib beryapti. Ha, o'sha shibarko'l degan ko'mirdan olib yoqishsa aka, o'sha holatga olib chiqib beryapti. Mashalloh. Endi bu 45 kilo deganda rasxot necha pul bo'ladi aka kuniga bo'lmasam bir? Necha pul bo'ladi? Kilo bo'lganda ham 70 ming, 80 mingga bormaydi. 70 ming bo'lsa, 10 kunda 700 ming, 1 million 400 ming, shu 1 million 800 ming atrofida. Yo'q, bu eng hali o'ta qahraton sovuq kunlarga hisoblanyapti. Demak, 1 million 800 ming so'm qahraton sovuqga yarashadi. Biz bitta hisoblaganimiz, bittasi o'rtog'imiz aytgandi, mana shunaqani boshqacha usulni ishlatyapman dedi. Shu 30-35 kilo ishlatyapman dedi. Yo'q, biz ham o'z misol o'tgan yil tarqatgan bo'lsak ham aka hech kim hali 40 kilo yaqdim degani yo'q. Endi aka o'tgan yil ham sovuq bo'ldi, bir hafta 10 kun bo'ldi-yu. O'shanaqa. Bu yilga endi qish qattiq kelib qolgan taqdirda ham aka u bormaydi, 45 kilodan oshmaydi. Atak 1 million 200 ming so'mlik ko'mir yoqar ekan. Shunaqa yoqadi aka. Mana, qadrdonlar texnologiya qaranglar. Oyiga 1 million so'm. Voy, konditsioner yozsangiz undan ham ko'p oladi, to'g'risini aytib ber. Hozir ikkita konditsioner yozsangiz oyiga ikkita konditsioner yoqadi, to'g'risi oyiga 800 ming 900 ming yeyapti. Faqat bitta xonani istadi xolos. Hali konditsionerni qo'yasiz, bitta xona istadi. Hali tualetga kiraman siz 8 qavat keyin tualetga kirib chiqasiz, to'g'risi hojatxonaga. Buni qo'yib qo'ysangiz do'stlar, agar hojatxona uyingiz territoriyasi hozir yangicha qurilgan texnologiyada bo'lsa, do'stlar, polni oshxona ham issiq bo'ladi. Yotoqxona ham issiq bo'ladi. Hali kichkina bolalar bo'lsa, qip yalang'och olib uyda yursa ham kasal olmaydi, xudolar. Do'stlar, xo'p, endi aka, mullachilikning eng asosiysi aka necha puldan boshlanadi? Aka 1000 dollardan boshlanadi aka, eng kichkina kategoriyamiz. Mashinasida endi 1000 dollar. Bularimiz 150 kilovatligi. 500 kilo ko'miri bonusiga aka. Bu javob. Javob aka, sizniki podpischalaringizdan chiqsa 500 kilo ko'mir. 5 qop bo'ladi, necha qop bo'ladi? 10 qopcha bo'lib qoladi aka. Do'stlar, 10 qop bonus bor. So'rashga. Qatgacha aka endi bonusimiz aka? Bonusimiz edi vodiy bo'ylabda aka. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Endi to'g'ri tushuninglar, u Surxondaryoga ko'mir duklagan go'sht topib orqaroq tushadi, to'g'risi. Lekin kerak bo'lsa, o'sha yo'lkira polkirasini ham tushib beradilar, chiroyli qilib, aka, cho'tki qilib. Vohadan chiqishib qolsa aka, o'sha 500 kilo ko'mirni bonusini o'tib beramiz aka pulidan. O'tib berasiz. O'tib beramiz aka. Mana do'stlar, sizlardan bitta nima Faxriddin akaga Faxriddin malades kommentariy yozib qo'ydi do'stlar. Ko'mirli hali hech kim reklama qilmagan, to'g'risi. Hali ko'mirli hech kim reklama qilmagan do'stlar. Sizlardan bitta like, poddeshga mana shunaqa insonlarni Alloh nasib aylasin do'stlar. To'g'risi zo'r. Olinglar. Faqat bitta narsa, bu hozir ko'ryapsizlar, bu biz hozir avgust oyida syomka qilyapmiz. Hozir bor bu. Ertaga sal sovuq tushishni boshlab, tutib yomg'ir sezon boshlansa, oktyabrda o'sha jijjizvorlar oktyabrda ko'mir yoqishni boshlaydi, to'g'risi. Boshlaydi aka. Oqtari topolmaysizlar. Sex unchalik katta emas do'stlar. Ob'yom o'zi 20 ta odam bitta olsa ketdimi. O'shuning uchun hozir telefon qilinglar. Hozir zakaz qilsalaring, tap tomonda deysiz mumkin, 10 tomonga, любой tomonga qo'yib, kerak bo'lsa mana ikkita trubasini olib, otaxonaxonga uyda issiqqina qilib berasizlar do'stlar. Like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz. Kommentariyga Faxriddin aka malades kommentariy yozsangiz chiqmasin. Sog' bo'linglar.